hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqramımızda görüşіңizlərni qızğın qarşı alamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 1931 yılı 20 fevral günü partılğan Qumul qo'zg'olg'i Şərq Türkistan mustaqillik urushining pilsiga o't yoqib, 1933 yılı 12 noyabr günü Şərq Türkistan Cumhuriyetining qurilishiga yo'l ochdi. Dövlətimizin egilik huquqi, mustaqilligini əsliga keltirish uchun kurash qilgan şehitlərimizni cheksiz izzat, ikram, hurmat bilan eslaymiz va egilmay sunmay bu yo'lda mangdiganlik va'dimizdan yanmaymiz. Uyg'urlar va Tibetlar pasport ishlatishda to'salg'ularga duch kelgan. Hindiston bayoni xabar to'rining 20 fevral kunidagi xabarida aytilishicha, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tomonidan hozirlangan bir dokladda Xitoy doiralari hamisha tor aldamchilik yoki qonunsiz ko'chmalarning xavfi yuqori deb qaralgan rayonlardagi kishilardan pasport iltimos qilganda qo'shimcha hujjat bilan ta'minlanishini va bir necha davlat hukumat organlarining tasdiqini olishni talab qilgan. Bu shartlarni hozirlamaganlarning pasport elishi rad qilingan. İnsan haqlarini kuzatish tashkilotining aytishicha, Xitoylar jinoiy qilmishlarga qarshi turish harakati nomida Tibetlar va Uyg'urlarga cheklama qo'yishda haddidan oshirib o'tgan. Dokladda aytilishicha, pasport iltimos qilish tartibini oddiylashtirish uchun pasport tarqatishga mas'ul bo'lgan Jamoat xavfsizligi ministrligi chegaradan kirib chiqishni boshqarish idorasining 2002 yilning oxiridagi talabiga asosan yangi sistema yo'lga qo'yganligini ta'kidlagan. Xitoy bu sistemani mutlaq ko'p qism rayonlarda kengaytgan. Atalmish Xinjiang, Tibet va Qinghai, Gansu, Sichuan shundaqla Yunnan o'lkalaridagi 13 Tibet yoki Xuyzo avtonom oblastining tezsuratlik pasport iltimos qilish rasmiyatini bajarishga hargiz yo'l qo'yilmagan. İnsan haqlari kuzatish tashkilotining doklatiga qaraganda, Xitoyning boshqa joylariga selishtirganda bu joylardan iltimos qiluvchilar pasport iltimosi bilan texmi keng doiralik hujjatlarni topshirishi hamda uzun muddat saqlashga to'g'ri keladi ekan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining doklatiga qaraganda, hukumatning aniq bo'lmagan davlat bexatarlik sabablari bilan garchi Xitoy qonunlari bu prinsipga uyg'un kelmasimi, yanada fuqarolarning davlatdan ayrilish erkinligiga keng ko'lamda cheklama qo'yishiga yo'l qo'ygan. Pasport elish huquqiga bo'lgan cheklamalarning kuchayishi Xi Jinping hukumatining oz sondagi kishilar chet elga sayohatga chiqalaydigan realligining qayta takrorlanishidan andisha tug'dirishiga sababchi bo'lgan. Mavjudlik mujodilasida 3 asaba, ya'ni 3 jon halqa: milliya, diniya va vataniya. Birinchi asaba milliya. O'z millatini qizg'inish, ya'ni har millatning o'z millatini yotlarning ta'siri ostiga tushib qolishidan qizg'inishi. Millatining hur va erkin yashash uchun fidokorlik qilishi orqali uni qo'g'dishi. Millatining yo'q bo'lib ketishidan ansirab choralarni izdishi asaba milliya deyiladi. Yevropacha tushunchalarda bo'lsa, asaba milliya har millatning o'z millatini dunyoga hokim qilish uchun turli qurollarni ijod qilib, ojiz millatlarning mulkini besib olishini, ya'ni egilik huquqiga tajovuz qilishini ko'rsatadi. Milliy tilini va qinini o'ziga qo'shib olib, osmonasiya qilib yutib olishni, ezib yo'qotishni ko'rsatadi. Navbatda Sharq Turkiston millatchilari kuchli davlatlar orasida o'ziga uyg'un bir muhit va shart-sharoit hozirlab, avlod naslini abadiy saqlab qolish uchun millat, vatan deb unlik to'g'limoqda. Bizning millatchilik to'g'risidagi da'voyimiz dunyodagi jahongir davlatlarga o'xshash ojiz millatlarning mulkini besib olib, qinini o'ziga qo'shib olish emas, balki putimizdan zanjirni, bo'ynimizdan bo'yinturuqni elib tashlab, o'zimizning mavjudligini saqlab qolishdan iborat. Ikkinchi, asaba diniya. Bu bo'lsa dinning oyoq osti bo'lib yo'q bo'lishidan qizg'inish, dinga qarshi so'zlash, qarshi tanqid qilishlardan echinib norozi bo'lish demakdir. Yevropacha tushunchada bo'lsa, asaba diniya har qaysi dindagilarning o'z dinini boshqa dinlardan ustun ko'rishi, boshqa dinlarni haqorat qilishi deganni ko'rsatadi. Yevropa xristianlari Isaviy dinini dunyoga tarqatish uchun dunyoning har bir bulung-puchqig'icha missionerlarni avatib, nodon xalqni har turli yo'llar bilan aldab, Nasara dinini qabul qildirishdi va dunyo xalqini xristian bayrog'i ostiga jamlab, boshqa dinlarni yo'qotmoqchi bo'ldi. Lekin biz Sharq Turkiston musulmonlari dinimizning oyoq osti bo'lib, yo'q bo'lib ketishidan qizg'inib, dinimizni himoya qilishda ching turamiz. Chunki ko'p yillardan beri islom dini qon va tilimizga qarata yotlarning hujum qilishini to'sib keldi. Milliy hayotimizni saqlab qolishga ko'p jihatdan sabab bo'ldi. İkinci tarafdan elib aytganda, Sharq Turkiston xalqi islomiyatni qabul qilgandan keyin din orqali G'arbiy Turkiston, Iran, Arabiston va Misr madaniyatlariga orilishishi natijasida Sharq Turkistonning madaniy ma'rifi qadamma-qadam olg'a bosdi.
Bir qism zəhərlik təlimatlarını alğan angsızlar bizning asosiy maqsadimizni tushunmasdan bizga dinchi, islomchi degan bahoni berishidi. Gerçi Qur'on ta'limoti shundoq bo'lsa-mu, ammo hozirgi kunda bundoq bo'lish imkoniyatining sirtida. Hozirgi kunda musulmonlar Yevropaliklardek eng ilg'or kuchga ega bo'lmagan bir ahvolda qaysi kuchga tayanib buncha ko'p xalqni yig'a olsin? Masalan, bir odamning 4 bolasi bo'lib, bu bolalar onasi o'lib ketgandan keyin ittifoqlashib yashay olmasa, 4 bola bir onadan tug'ilgan turib, birlikda yashay olmagan yerda 400 million musulmon qandoqmi ittifoqlashib yashay ola? Bundan 45 yil burun pan-turkizm, pan-islomizm nazariyalari bor edi. U chog'larda har taraf o'z atrofiga tarafdor yig'ish uchun propagandalarni qiladi. Yevropaliklar musulmonlarning bu harakatidan qo'rqishib, musulmonlarni birlashtirmaslik uchun nurg'un tadbir choralarni ishga solishdi. Oxirida bu Osmoniya davlatini yiqitishga sabab bo'ldi. Ba'zi bir ilmsiz, nodon toiflar chirg'an bir nazariyani tutib olib, millat setish bilan ovora bo'lmoqda. Dunyoda insonning ko'ngli doim yangilikni xohlaydi va yangiliklarni ijod qilib turadi. Bu yil bir yangi narsa ijod qilinsa, kelar yili uningdan obdaroq yangi bir narsa ijod qilinib turadi. Bununla nisbatan avvalgisi qimmatidan tushib e'tiborini yo'qotadi. Demak, har vaqt yangi nazariyalar tug'ilib, ko'na nazariyalarning qimmati tushadi. Shuning uchun har qanday bir millatning nazariyalarga qurbon qilinishi to'g'ri emas. Lekin o'z yurtini, millatini va dinini halokatdan qutuldirib olish uchun har vaqt yangi nazariyalarni ijod qilish, vatan va or-nomusni saqlash yo'lida tirishchilik ko'rsatish lozim. İslam dini qaysi mamlakatga kirsa, shu yerdagi din ahlining e'tiqodiga hurmat qilib, erkinlik bergan edi. Bizmo ham islom ta'limoti bo'yicha yurtimizga biz bilan dindosh bo'lmagan din ahllari bilan birlikda qo'lni qo'lga tutishib, yurtni obod qilishga tirishimiz. İran davlatining nufusi 15 millionga yetadi. Bularning orasida arab, juhud, ya'ni yahudi, arman, turk, kurd, fars, hindi va yana boshqa mazhabdagi xalqlar bor. Ammo bular tarixdan beri İran davlatini tashkil qilib, go'yo bir tan bo'lishib yashashmoqda. Bizning maqsadimizmi İranliklardek birlikda o'z vatanimizni saqlab qolishdan iborat. 3. Asaba vataniya. Har bir vatan avlodi o'z vataniga yotlarning siyosiy va iqtisodiy ta'sirining kirib qolishidan qizg'anadi. Mana bu asaba vataniya deyiladi. Yevropa tushunchasi bo'yicha aytganda, asaba vataniya har davlatning o'z tuprog'ida ishlab chiqargan fabrika mollarini ojiz millatlardan biriga to'shib olib, u yerda setib, ularning iqtisodiy, ijtimoiy hayotini iskanjaga elib, mustamlika qilishni ko'rsatadi. Vatanini qizg'anish faqat insonga xos bir ish bo'lmasdan, bir qism hayvonlar orasidami bor bo'lgan o'rtaq bir ishdir. Masalan, qarg'a qishda qalin teraklikda yoki qor yog'ochlikda qishlaydi. Yoz vaqtidami shu yerda bola chiqarish uchun chang'i soladi. Navoda chang'isiga biror dushman qasd qilgudek bo'lsa, qarg'alarning hammasi birlikda mudofaa qiladi va chang'isini bermaydi. Ko'garjin, ya'ni kaptarnimi agar 2-3 kunlik yiroqlikqa elib ketib qo'yib berilsa, yana o'zi o'sib cho'ng bo'lgan yeriga qochib keladi. Bundan boshqa yana nurg'un hayvonlar bor. Ular qishda issiq yerga ketib qishlaydi. Yoz kelganda qaytib kelib, o'zi o'sgan joylarga qaytib bola chiqirdi. Hayvonmi tug'ilgan yerini unutmaydi. Halbuki oramizda shunday bir xil kishilar borki, dinsuyarlik va millatchilik masalasi o'tirg'i chiqsalar achchiqlanadi. Atom va texnika davridami millatchilik qilishning, dinchilik qilishning nima ma'nosi bor? Bizga vatan kerak deydi. Yana bir firqa chiqib bizga din kerak, vatan millatning ilm ma'rifning keragi yo'q. Dinimizni hokim millat o'zi saqlab bersa bo'ldi deb, hokim millatning to'zg'iga o'z putini o'zi tiqib bermoqchi bo'ladi. Yana bir firqa bo'lsa, millat nima bo'lsa bo'lmamdi, shaxsiy izzat obro'yim hukumat va xalq oldida yuksalsa bo'ldi. Men avval shaxsiy manfaatimni kapolatga ega qilib olay deydi. Acaba yuqorqi 3 firqaning mafkuralari vatan, millat va din uchun parlaq istiqbol yaratib beralarmi? Buni men aytib o'tirmayman. Kainatda barliq narsani tasarruf qilib ishlatgudek hurmat va fazilat egisi bo'lib turib, bir nazariyani deb bir-birimizni va millatimizni unutsak, ba'zimizni deb yana ba'zimizni unutsak, bir qismimiz izzat hurmat yo'lida ovora yursak, bugun qilayotgan haq-huquq davosiga qandoq ma'no bergili bo'ladi? Biz agar din va millat demasak, hayvonga qo'shilib yashashimizga to'g'ri keladi. Bizning qilayotgan butun shiorlarimizdan maqsad och-yalang'och va qul holatda yashayotgan millatimizni qutqizib, zamonaviy bir hayotga boshlashdir.
Yat yavlarning chirigan nazariyasini deb millatni qurbon qilishdan qo'g'dab, zamonaviy inson qilishdir. Biz bir qism propagandachilarga o'xshash siyosiy maslakni qurol qilib olib, millatni parchalashni xohlamaymiz. Balki xalq rohatda yashasa, bizmo rohatda. Xalq zulm ostida ezilsa, bizmo shularga o'xshash ezilishda bo'lamiz. Asla shaxsiy rohatimizga rozi bo'lmaymiz. Vatanni, millatni va dinni unutib, hayvondinmi past holda yashasak, munqarizlikka sababchi bo'lsak, avlodlar oldida nima deb javob beramiz? Avtori Asadullah Shayxzoda. Manba Erk gazeti 99 va 100 sonlar. 1947 yili 5 va 8 noyabr. Bizga vaqt ayırğınızlar üçün köpdən köp rahmat. Kelar qatımqı proqramımızda görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.